Shuning uchun payg'ambar sallallohu alayhi va sallam hadisida Jundub radhiyallohu anhu, Huzayfa radhiyallohu anhu naql qilib deydi-ki, qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "La yanbaghi lil mu'min an yuzilla nafsahu." Mu'minning o'zini xor qilishi joiz emas, o'zini xor qilishi to'g'ri emas dedi payg'ambar alayhisalom. Shuning bilan deyishdiki sahobalar: "Va kayfa yuzillu nafsahu?" Qanda xor qildi o'zini degandan keyin qala yata'arradu minal bala'i lima la yutiq. O'zi qudrati yetmaydigan, toqati yetmaydigan narsalarga, balolarga o'zini urdi dedi. O'zini shuningga ittirdi dedi. Beshingni ko'tarib qarindishim, bizning dinimizni asla o'ltirmagan, dinimizni asla tushirmagan. Beshingni ko'targan Rabbing Alloh subhanahu va taolaning bandisidek yashagan. Al-Aziz Rabbingning bandisida yashagan bu dunyoda. İnsanlardan tamarını, insanlardan tamani üzüd ekansan, Allah seni aziz qildi. Qanchalik Allah subhanahu va taolaga peshonangni shunchalik urud ekansan, shunchalik Allohga taslim bo'ldi ekansan, Allah seni shunchalik aziz qiladi. Musulmonlarning xalifasidan biri katta musulmonlarning o'limalaridan birini talab qilibdi, chaqirib, nasihat qilib qo'ysin menga deb. Kim o bilemsizler? İmam Malik rahimahullah. İmam Malik rahimahullah'ın qışığa onun adamları keptimdi. Deptu ki, halifesini talep kılıvatıda Malik. Şu nasihat qilib qo'ysin, nasihatga hojati bor ekan deb degandan deptu ki, "Lastu bi hajatin ilayhi." Ya, men uningga hojatim yo'q. Agarda hojati bo'lsa, mening qishimga kelsin debdi. İmam Malikning javobi. İmam Malik shunda deydi ki, "Al-ilmu yu'ta ve la ya'ti" dedi. İmam Malik'nin sözlerinden birisi. İlim başkalar onu izlep kelişi kerak. O ilim özü bağmaydı, özü kelmeydi o. Deb shuna dedi. Şunun bilan Harunur Reşid'ga, bu halife kimdi? Harunur Reşid'di. Harunur Reşid'ga İmam Malik'nin bu sözü yetkizildi. Yetkizilgandan keyin dedi ki, "Haqiqatan to'g'ri aytibdi" deb, "Men o'zim kelay" deb o'zi keldiganda hamdi. İmam Malik'ning qishiq keldigan. Kelgandan keyin deydiganki, İmam Malik deydigan ki, "Ablighuhu la asmahu lahu an yatakhatta riqaban nas." Uningga yetkizib qo'yinglar. Men u kelgan vaqtida uningki insonlarning mo'rlaridan atlab jamoatning eng oldi safning oldiga o'tish uchun unda qilishga ruxsat qilmayman. Na kelgan bo'lsa, qachon kelgan bo'lsa, kelgan yerda eng oxirida navbat tekkan bo'lsa, shu oxirida o'tirish kerak deb shuni yetkizib qo'yinglar deb shuni debdi. Ya. Shuning bilan xalifa kelib majlisning eng keyinda o'tiribdi. Sorunninki en kendi halife şey öldürdü. Resulullah mı? Yeclisu haysu yentehi bihil meclis. Resulullah mı? Mecliste bir sorunda ne orun şüyedi, kelgen bolsa şüyedi oldurdu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle bakaydı. Yani bu narsa bir uyg'unlatyapti, bir icra qilinyapti. Hatta ki buningdan bekirek narsa o'ylab bakaydı Resulümüzün hayatı qarab bakaydı. Agar Resulullah'ın tanımaydigan bir Arabi, Saradan bir Arabi kelsa, Resulullah'ın kim ekanligini bilinmaydi qadrli qarindoshlar. Bu qandoq bir kamtarlik o'ylab bakaydı. Yani Peygamberimizga qandoq kamtarlik ki bu bir Arabi, tanımaydigan bir Arabi sorunga kirib qolsa, Resulullah'ın kim ekanligini bilmay, "Ayyukum Muhammed" deb so'raydi ki, "Sizlarning qaysinglar Muhammed" deb so'raydi. O'ylab bakaydı. Resulümüzdeki bu kamtarlikni o'ylab bakaylı qadrli qarindoshlar. Bugungi kunda bir o'ylasa inson tasavvur qilolmaydigan darajada qadrli qarindoshlar. Shuning bilan Harun Rashid kelgan vaqtida Harun Rashidning odamlari buni ulug'lab bir o'rindiqni akab shu majlisdan keyin o'ltagan bo'lsin, bu o'rindiqni akab o'ltaga qo'yibdi-da. O'rindiq qo'yib berdi. Qo'ygandan keyin qal dedi-ki, "Men tavada'a lillahi rafa'ahu ve men takabbara wada'ahu." Kimki Allah'ı kamtarlik qilsa, Allah onu kötürdü. Kimki Allah'ı çoğunçuluk qilsa, onu Allah urdu, pastga tushirdi deb shuna debdi. Shuning bilan Rashid debdi ki, Harun Rashid, "Xuzu hazal kursi." Bu o'rindiqni olib ketinglar debdi. Bu o'rindiqni olib ketinglar deb o'rindiqni beribdi. Ha? Demak, qadrli qarindoshlar o'ylab bakaylar, olimning tutib atgan pozitsiyasiga qarab bakaylar. Ha? Yani insonlarning qo'ldagi narsadan behojat bo'lgan vaqtida hamma haqni yetkazadi mana shunday. Shuning uchun alim bütün ishlarda, dunyolikida bütün kishilarga muhtoj bo'lib qolishdan qattiq hazar elish kerak. Rizqi o'zining qo'lidan